Biz obedga keldik. Bitta narsani 2 kun, 3 kun oldin mana shu narsani qilib ko'raman deb, mana shu narsani sotib olaman deb, yeb ko'raman deb rosa qiziqdim va shu narsaga erishdim oxirgi kun. Menimcha eplolmasam kerak deb o'ylagandim, lekin bu o'zi oldin ko'rsatmayman, aytaman. Zakaz qilinar ekan, kamida kechki payt yemoqchi bo'lsangiz, ertalab zakaz qilib qo'yar ekansiz. yoki obedda bo'lsa bir kun oldin. Biz kecha zakaz qilganni uspet qilmadik, lekin mana mehmon bo'lganimiz uchun bizga alohida tayyorlab berishibdi va bu mana qaranglar. Mana. Tushmayapti mana. Mazasi zo'rlaydi mana shu. Rahmat aytamiz restoranga. Mana. Prosta yeb ko'rdik-da oldin, video olishdan oldin. Keyin esimizga tushib ketdi video olish. Biz obedga keldik. Bitta narsani 2 kun, 3 kun oldin mana shu narsani qilib ko'raman deb, mana shu narsani sotib olaman deb, yeb ko'raman deb rosa qiziqdim va shu narsaga erishdim oxirgi kun. Menimcha eplolmasam kerak deb o'ylagandim, lekin bu o'zi oldin ko'rsatmayman, aytaman. Zakaz qilinar ekan, kamida kechki payt yemoqchi bo'lsangiz, ertalab zakaz qilib qo'yar ekansiz. yoki obedda bo'lsa bir kun oldin. Biz kecha zakaz qilganni uspet qilmadik, lekin mana mehmon bo'lganimiz uchun bizga alohida tayyorlab berishibdi va bu mana qaranglar. Mana. Tushmayapti mana. Mazasi zo'rlaydi mana shu. Rahmat aytamiz restoranga. Mana. Prosta yeb ko'rdik-da oldin, video olishdan oldin. Keyin esimizga tushib ketdi video olish.